qo'ysiz. Yomon men bu odamga uysiz. Mahfuz mana bloger Lolomada bosim bolaga boribdi. Men ham boring, men ham yeyman somsa. 2 kilolikmi? Yeb tashlayman. Yeyman. Yo'q, senga oson. Yeb tashlayman, boring meni. Ho'sh, shuncha yo'lga olib borsanman, sen yolmasang sharmanda. Dadasi, olib boring 2 kilo somsa nima bo'pti? Yeb tashlayman. Yuring ketdik, olib boring. Ket. Mana bosim boboga ham kelib oldik xotin. O'zi yolasanmi? 1 so'm pulsiz kelganmi? Yeyman dedimi? Yeyman dadasi. Siz somsani aytavering. Bo'ldi xotin. Agar yeb bersang somsani, mana jentran senga sovg'a qilaman. Mana bugun Bosimboy choyxonasiga Sirdaryodan E'zoza dekor jamoasi kelishgan. E'zoza opamiz bitta 2 kilogrammlik somsa, bir kasa qaylani 15 daqiqaga olib bormasdan yeb tashlayman deyapti. Agar 15 daqiqada yeb qo'ysa, Bosimboy choyxonamizdan 300 ming so'm pul, 100 ming so'mlik suv asarti, yeb ichgani tekin va mana shuncha vaucherlarimiz ham beriladi. E'zoza opa tayyormisiz? Tayyorman. Yeb tashlayman. Bu somsiz nima bo'pti? Olib kelgan yana 3-4tasini yeb beraman. Qo'rqib ketyapman, men ham yeb qo'ymasangiz bo'ldi. Oshqozonni polniy format qilib tizza bo'yi yeb ichaman deb kelganman. Yana pullaringni olib ketaman. Ana unda vaqt ketdi. Boshlang. Yanchib tashlayman bu somsa nima bo'pti? Menga emas ekan mehr somsa ish to'yib ketdim. Yo'mayman boshqa. Yana idish tovoq yuborganmiz-da.